Mana shu kabi sariq dog' uchun usta pulingizni, usta haqqingizni ola olmaysiz, ishonasizmi? Ha akalar, noto'g'ri eshitmanglar. Aynan mana shu sariq dog' sabab salkam 16 millionlik usta haqqini olisha olmayapti. U ham bo'lib oddiy xonadon emas, davlat obyektida akalar. Prorabga yoqmagan mana shu sariq dog'larni ketkazing, usta haqqingizni oling. Tafsilotlari nima bo'lgan? Ko'ksaroyga MDF kelar, spray kelar ishlatishgan va sariq dog' chiqqan, boshida terilgani chiqmagandi aka. Bitishiga yaqin shunaqangi sarg'ayib ketdi deyishyapti. Juda ham ko'pchilik ustolardan maslahat qilishibdi. Juda ko'pchilik quyosh chiqsa, mana issiq havolar ketadi. Lekin prorab shu sariq dog' ketsa, siz 16 million haqqingizni olasiz. Keyin menga maslahatga chiqishyapti. Aka nima qilsak bo'ladi? O'sha ko'pchilik aytgandek fen olasizdim. Chunki quyoshda issig'ini o'sha fen ham beradi. Quyosh ham yondirib yubormaydi. Fenda quritasidim. Ko'p ehtimol bilan ketmaydi. Juda ko'pchilik aqllilik qilaveradi, lekin ketmaydi dedim. Haqiqatan ham ketmabdi. Sinab ko'rishibdi. Va bitta yaqin akamiz ximika sotishadi. Shunaqa zanglar ketkazgan. O'sha akamning nomerlarini berdim. Ataylab usta o'zlari borib Toshkentdan olib kelishdi. Xudo xohlasa 70% ga ketibdi. Xudo xohlasa 100% emas, 70% ketdi aka. Xudo xohlasa sal yaxshi natijalar deyishdi. Siz ham agar granit mramor ustasi bo'lsangiz, ko'ksoy terayotganingizda spray kelar, super kelar, MDF kelarni ishlatmasligingizni tavsiya qilaman. Har qanday granit kelayni ishlatishingiz mumkin chokiga. Chunki granit kelaylar o'zidan dog' chiqarmaydi. Agar sifatligini oqtarayotgan bo'lsangiz, albatta Binfix granit kelaylarni ishlatishingizni tavsiya qilaman. Videomiz ko'proq odamlarga foydali bo'lishi uchun, manfaatli bo'lishi uchun do'stlaringga, tanishlaringga yuborib qo'ying.